Nomi Ford Fusion. Parol bor, monitor bor. Monitorda shu CarPlay, ya'ni telefonni ulasangiz, telefondagi narsalar bunga chiqadi. Qo'yamiz tegmaydi mana. Bu 2.5 litr mashinaning narxi. Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlarga Amerikadagi o'zimning mashinamni obzor qilib ko'rsatmoqchiman. Video davomida sizlarga shu mashinada nimalar bor, qanday mashina, motor qanaqa, shu narsa bilganimcha tushuntirib beraman va eng oxirida shu qanchaga olganim narxi bo'yicha ma'lumot beraman. Qanunda boshladik. Bu mening mashinam 2017-yil, nomi Ford Fusion, model Ford, ya'ni markasi Fusion. Rangi oq ko'rib turganlaringizdek, keyin yil 2017 Model SE, ya'ni bilmadim, Sport Edition bo'lsa kerak. Oldidan mana shunaqa. Bu yerda LED lights bor, bunday yonadi. Keyin bu tarafi mana bu yerni ozgina pochoq qilganman. Parasi ozgina singan. Yon tarafdan mana orqasi. Aytmoqchi bo'lganman, SE bizda LTZ deb yozib qo'yadi-ku Chevroletlarda O'zbekistonda. Bunda SE aniq bilmayman, SE har xilisi bor. Ma'nosini bilmayman. Bu mana bu yon tarafda. Keyin diskasiga kelsak, o'ziniki radnoy diskasi 17 lik edi. Men yaqinda bir oy oldin 18 diska qo'ydim. O'ziniki oq, like silver, ya'ni metal svet edi. Men qorasidan 4 ta diska balon qo'ydim. Shunaqa. Oldidan mana shu. Salon tarafiga o'tsak, sekin aytmoqchi, bu yerda nima bor? Yongan ko'rinadimi? Parol bor, ya'ni kalit yoningizda bo'lsa, parolini tersangiz ochiladi. Kalit yoningizda bo'lsa, yana bitta boshqa parol bor, uni bossangiz yopiladi. Ya'ni mashina lock yopsa bo'ladi, qulflasa bo'ladi. Xo'sh, ichida eshigi shunaqa, bu yerda ochish, yopish. Shu 4 ta oynani yosh bolalar uchun orqa oynani yopib, mana bu orqa oynani lock, ya'ni ishlatmagan qilib qo'yadi. Bu bokovoylarniki. Ichkari tarafidan sidena o'zini hech qanday narsa qo'yilmagan, o'ziniki. Bu tarafdan bu ham shu. Keyin bu yerda narsa bor, dokumentlar, narsa qo'yishga. Hamma mashinadek bir xil. Oldidan bu yerda monitor bor. Monitorda shu CarPlay, ya'ni telefonni ulasangiz, telefondagi narsalar bunga chiqadi. Keyin bu yerda konditsionerni har xil narsalarni boshqarsa bo'ladi yoki uni monitordan ham boshqarsa bo'ladi. Farqi yo'q. Bu yerga esa monitordan ham chiqadi yoki buni farqi yo'q. O'zingizga qulayini tanlaysiz. Keyin bu yerda telefonni zaryad qo'yish uchun sim ulasa bo'ladi. Mana bu simni ulasa bo'ladi bu yerga. Mana bu Scores emas, ya'ni pedaldagi avtomat korobka, PDRni bunda aylantirsa tushadi. Bu yerda ikkita stakanchik. Bu rul, bu yerda cruise control. Bu yerda ovozni ko'tarib chiqish, muzikani nariga o'tkazish, telefonni gaplashish, ovozini o'chirib qo'yish, bu monitordagilarni boshqarish, yuqoriga pastga. Bu tablosi yoqsak shunaqa yonadi. Bu tarafdagilarni, chap tarafdagini o'zingizga to'g'rilasangiz bo'ladi. Kerak narsani qo'yib, har xil qancha kilometr qoldi, оборотni, har xil narsalarni, tire pressure, o'zingizga kerakini qo'yib qo'yasiz. Bu tarafda esa muzika, telefon olagan bo'lsangiz, nima muzika aytyapti shuni ko'rsatib turadi. Muzikani o'chirib qo'ydik. Shu oldi tarafi shunaqa. Keyin sidena nimasiga kelsak, bu yerda buni bossak sidena yuradi, bu orqaga qaytaradi. Mana buni qilsak, bu narsasi yotadi, buni bossak, bu narsasi orqaga qaytadi. Keyin bu narsa bor. Bu orqangizdagi mana bu narsasini chiqarib, mana bu yeri kirib chiqadi mana bunda. Mana.
u taraf ham shu bir xil. Orqasiga kelsak, orqasi ham keng, bemalol o'tirsa bo'ladi. Orqa eshigi esa shu bitta oyna ko'tarib chiqadigan kolonka. Bu yerda ham bitta kolonka, suv qo'yadigan joyi. Keyin bu yerga kelsak, bu ham o'zini shu oldi bilan bir xil o'zini sidenasi, hech qanday narsa qo'yilmagan. Bu yerda konditsioner bor, bu taraf yurish uchun. Oyoqdagida bitta konditsioner bor. U hamma mashinada bo'lsa kerak. Keyin bu yerda stakanchik bor qo'yishga. Nu keng mana shunday o'tirganingizda oyog'ingiz tegmaydi mana. Yana bir 15 santimetrcha joy qoladi. Orqasidan ko'rinishi mana. Bu orqa nima ham ko'rsatib o'tsam, bu tarafi biroz narsa kerakmagan narsalar bor, biroz tartibsiz. Katta, mana ichi ham ancha. Bu yerda metan yo'q, shu benzinda yuramiz. Motor tarafini ko'rsatsam, to'g'risi juda yaxshi tushunmayman. Bu tarafiga tushunadiganlar bo'lsa kerak bo'lsa. Xo'sh. Shu motor 4 silindr, akkumulyator, bu tarafda akkumulyator, bu tarafda filtr qo'ysa bo'ladi. Bu yerda filtr qo'ysa bo'ladi. Men bilganim bu shu oynani yuvadigan, antifriz, oil, yani aptol check qilsa bo'ladi. Kecha o'zgartirdim aptolni. Shu motor taraf shu. Adashmasam bu 2.5 litr. 2.5 litrlik motor. Google'dan qaraganimda 175 mi shunaqa 175 ot kuchi deb ko'rsatdi. Bilmadim. To'g'risi yaxshi tushunmayman. Yaxshimi yomonmi? Motor litr katta bo'lsa zo'r deyishadi. Agar shunaqa bo'lsa, lekin ko'p gaz yeydi. Qancha motor katta bo'lsa ko'p gaz yeydi. Sabab boshqa do'stimda kattaroq motorlisi bor, juda ko'p gaz sarflaydi. Shu farq shunda deb o'ylayman. Keyin nimaga kelsak, mana bu oldidagi narsaga kelsak, mana bu ozgina nima bo'lgan, tekis bo'lganman. Mana buni yangi olgan paytim bir haftadan keyin bitta mashinaga tegib ketgan. Shu yeri shunaqa bo'lib qoldi. Keyin bu yeri ozgina to'shaq bo'lgan ko'rinsa, mana shu yeri parasi ozgina chatlagan. Bu olganimda shunaqa edi. Olgan paytim shu yeri bitta krail shunaqa bo'lgandi. Haydashga ta'sir yo'q, shunga tuzattirmaganman, hali o'zi olganimdek turibdi. Keyin probeg, ya'ni mileage kelsak, 130.710. Bu milda. Kilometrda bilmadim. Kilometrda 1.6 ga ko'paytirsak, kilometrda kelib chiqadi, lekin bilmadim kilometrda qancha bo'ladi. Milda 130 ming yurdim. Olgan paytim 111 ming mil edi, o'sha 20 mingcha yurib qo'ydim. Shu bilmadim qanaqa yozib qoldirsanglar bo'ladi. Nimasi yaxshi, nimasi yomon, yana nimasi qiziq. Sezar nima bor? Mashinalar qabriston, ya'ni avariya bo'lgan mashinalarni tashlab ketishadi. Shu yerga borsangiz, zapchas, nimadir kerak bo'lsa, arzon narxda topsa bo'ladi. Bizda bu yerda 2-3 ta bor. Shunga borganimda mana shu 4 ta balon bilan diskani topdim. Xuddi meni mashinamning avariya bo'lgani turgan ekan shu yerda. Shu 4 ta balon diskasini oldim. $350 ga berdi. 4 ta balon, 4 ta diska, hammasi. Prosta shuni olib qo'ydim. Normalniy. 350 bilmadim, O'zbekistonda $350 ga 4 ta balon diska olsa bo'ladimi? Sabab eshitganimda ham bitta balon narxi o'rtacha $50-60. O'zbekistonda ham yaxshi deal bo'ldi deb o'ylayman. Eng asosiysiga kelsak, mashinaning narxi. Mashinani rovna shu 1 yil oldin olgandim, shu iyun oyida, o'rtalarida olgandim. Narxini $5350 ga oldim shu payt, naqd pulga $5350 ga olgandim. Uni
men to'g'risi ancha vaqt sarfladim, 1-2 oy sarfladim. Mashina topishga Amerikada dealership, ya'ni avtosalon yo'qshagan odamlar o'zi ochadi. Haydalgan mashina, yangi mashina har xil sotishadi. Agar egasidan olmoqchi bo'lsangiz, Facebookda marketplace bo'limi bor. Shu yerda odamlar narsalarni post qiladi. Xuddi bizda OLX yana nima bitta mashina joylaydigan yana bitta programma bor. Xuddi shunga o'xshagan marketplace bor. Shu yerga odamlar narsalarni joylaydi, har xil. Mashina, telefon, kompyuter, xohlagan narsangizni qarasangiz, topsangiz bo'ladi. Sizga yaqin orada yoki Amerika bo'yicha boshqa shtatlardan o'zingiz qarab, topib o'zingizga kerak narsani gaplashib, ko'rishib olsangiz bo'ladi. Men ham shu 1 yil oldin shu mashinani topib, gaplashib, ko'rishib olganman. Shu payt egasi $7,000 list, ya'ni $7,000 joylaganda mashinani borib, gaplashib, kelishib $5,350 olgandik. Mening uchun yaxshi narx bo'ldi deb o'ylayman, sabab hozirda bu mashina o'rtacha narxi 7,000-8,000. Mana shu holatida men shu 1 yil oldin 110,000 yurgan payti $5,350 olgandim. Shu hozir balkim keyingi videolarda boshqa o'zbek bog'larini mashinalari ham ko'rsataman, sabab yaqinda yana bitta do'stimiz mashina oldi. Shuni ko'rsatib berishim mumkin. Boshqa o'zbek studentlarning mashinalari bor. Ularni ham narxi bilan o'zini keyingi videolarda ko'rsataman. Hozircha shu, men o'zimni mashinamning obzori qisqacha bo'ldi deb o'ylayman. Bir 15 minut bo'lsa kerak. Keyingi videoda ko'rishguncha like, kommentariya kutib qolaman. Hammasini yozib, qo'llab-quvvatlasangizlar, keyingi videolarni yozib qoldirsangizlar, nima haqida bo'lishini shu haqida video olamiz.